Endi texnikum o'quvchilariga stipendiyalar to'lanadi. Yaqinda tasdiqlangan davlat dasturiga ko'ra 2026-2027 o'quv yilida dual ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan texnikum o'quvchilariga stipendiyalar beriladi. Tabiiyki, hammani stipendiyaning miqdori qancha ekanligi qiziqtiradi. Video oxiriga qadar 3 xil turdagi stipendiyaning miqdori qancha ekanligini bilib olasiz. Birinchisi, har bir o'quvchiga fanlarni o'zlashtirishidan qat'iy nazar bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari, ya'ni 412 ming so'm miqdorda. Ikkinchisi, fanlarni o'zlashtirish ko'rsatkichlari 85% dan yuqori bo'lgan a'lochi o'quvchilar bazaviy hisoblash miqdorining naq 3 barobari, ya'ni 1,236 ming so'm stipendiyani qo'lga kiritadi. Shuningdek, kasblar bo'yicha respublika va xorijiy tanlovlarda g'olib bo'lgan o'quvchilarga ham xuddi shu miqdorda stipendiyalar to'lanadi. Xullas, endi dual ta'limda o'qiyotgan texnikum o'quvchilari ham o'qiydi, ham ishlab maosh oladi, ham stipendiyalarning sohibi bo'lishadi.